kameralar qo'ydiryapmiz, har xil jarimalar, lekin nega bar yo'l transport hodisalari kamaymayapti? Rivojlangan mamlakatlarda deyarli YPX xodimini yo'llarda ko'rmaysiz. Oldin kameralar qoidabuzarliklarni qayd qilishda mana shu chiziqni bosganini ham qayd qilardi-da. Bosma, ertadan bemalol bosasan dedi. Blogerlar chiqib kelyapti, endi bemalol birinchi kundan bosaverasiz. Ya'ni odamlar suiiste'mol qilishga boshladi. Kamera qayerda borligini yodlab olgan. Kamera o'zi shakllashadi. Aynan mana shu joyda yo'l chiziqlarini bosib o'tish tinimsiz eng ko'p kuzatiladigan joylardan bittasida. Mana ham ochiqchasiga mana mana ochiqcha liniyani bosib. Agar mana shularda kamera bo'lsa, shu ishni qilmaydi. Hali odamlarni bu key tarafdan kamera qayd etadi deganlar narsa uncha tarqalmagan shekilli. Mashinada yurib chiqindi tashlash juda yomon odatda. Katta rahmat, mana tashlab ketdi. Atrofni minglab odamlar tashlayapti yo'lga, yig'ilib bu albatta chiqindi bo'ladi. Juda ham qo'pol qoidabuzarliklar qiladi, ochiqcha qiladiganlar bor. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Tezlikni bugungi sonida biz UzAvtomoto blogini yuritadigan faol, ko'pchilik balki kuzatgan bo'lsa kerak, animatsion multfilmlar yaratadigan inson Shoislam Husanov bilan birga hamrohlikda yo'ldagi muammolar haqida gaplashamiz. Aynan o'sha yo'ldagi mavjud muammoni o'zini tahlil qilamiz, gaplashamiz, takliflarimizni bildiramiz. Bu bizni efir bilan olib chiqasizda. Bor men aka. Maydam yo'q edi, uzr. Noto'g'ri tushundingiz. Hozir Nexus'ni qisib o'tdingiz. Avarinka bilan uzr so'radimi, ko'rmadingizmi? Ko'rdim albatta, shunchaki men ham uzr so'ramoqchi edim. Nimaga? Mana bunga. Bu nima qilganingiz? Atayin qilib uzr so'rash qalay ekan? Ha, navbat ushlab turmay. Uzr so'raydiganlar hali ancha. Qanday bu g'oya kelib qolgan sizga? O'zim ovoz rejissyorligi yo'nalishi bo'yicha bakalavrda ham, magistraturani ham, multiplikatsiyani ilmiy ishimda ham yozib, dissertatsiyamda ham yozib, shu orqali bitirganman. Shuning uchun sal xabarim bor endi. Animatsiya bo'yicha, multiplikatsiya bo'yicha chizib turardim. Kompyuterda saqlab turaverardim. Hada meni kompyuterdan o'chib ketaverganiga, keyin bitta sahifa ochib qo'ydim. Shu yerda tursin deb, Avtomoto deb ochdim endi. Shu yerda saqlanib tursin, qilgan ishlarimni yo'qotib boryapman, o'qilyapman endi har holda qo'lim kelishib tursin deb. Shu piyodalar bo'yicha birinchi videolavhani tayyorladim. Keyin qo'ydim. Undan keyin radar bo'yicha tayyorladim. Mana bunaqa qisib kirib olish, siqilib kirib olish, pоворотникni yoqmasdan kirib olish, hammasini mana shunaqa ozgina qisqa 30 sekund, 20 sekund tayyorlab qo'yib boraverdim. Instagramga birinchi bo'lib. Instagramga qo'yishni boshlaysiz, Sizga o'sha blogingizga qanaqadir buyurtmalar ham chiqib turadimi? Mana shunaqa muammoni multfilm qilib bering degan. Ha, chiqib turadi. Asosan men bu sug'urta kompaniyalari yoki bo'lmasam Yevroprotokol bo'yicha rasmiylashtiradigan firmalar. Ana oxirgi o'zgarishlarni ko'ryapsiz-ku, endi siz ham yo'lda yurasiz. Oldin kameralar qoidabuzarliklarni qayd qilishda mana shu chiziqni bosganini ham qayd qilardi-da. Keyin yaqinda prezident topshirig'i bo'ldi-da. Kamera qayd qilmasin uni, xullas. Jarima yozmanglar kamera orqali bo'lganiga. Shunga fikringiz qanaqa? Nima deysiz? Hozir shu yo'llarda, chorrahalarda mamlakat qanaqadir tartibsizliklarga olib kelmaydimi shu? Bir tarafdan xursand bo'lasan, endi shunaqa yengillik beryapti. Endi baribir yo'lda bo'lganingda odam chalg'iydi, charchaydi. Shu qaror kuchga kirishdan bir kun oldin o'zimni do'stim bilan ketyapman endi yo'lda. Shunaqa anaqali chiziqli yo'lga to'g'ri kelib qoldik-da. Bosma, ertadan bemalol bosasan dedi. Ya'ni odamlar suiiste'mol qilishga boshladi. Ha, men o'ylab qoldim-da, keyin bunaqa ekan dedim. Keyin Instagram sahifasiga kirsa ham blogerlar chiqib kelyapti. Endi bemalol birinchi kundan bosaverasiz, o'qilasiz deb. Bu narsa misol uchun yengillik sifatida berildi. Qoidaga amal qilaver. Nima qilasan? Suiiste'mol qilib. Keyin o'zim kuzatishni boshladim. Aynan chorrahaga kelganda uzuq chiziqlarda endi aniq bilasizki, uzuq chiziqdan o'tmasa kerak deb o'ylaysizda. Shuni mo'ljallab kelaverasiz. Yo'q, endi kamera bo'lsa ham shunaqasiga tekis yuraverishadi yo'lingizga chiqib. Qaytanga xavfli vaziyatni keltirib chiqarib
Ha, Bizani sharoitda berilgan imkoniyat suiiste'mol qilishga olib kelyapti-da. endi bundan yengillik bergandan unumli foydalanayotganlar ham ko'p. Lekin haligiday suiiste'mol qilayotganlar ham yo'q ham. Mana shu hozir sigaretni shunday tashlaveradi yerga qarab turing. Bizda odat-ku mana shu. Mashinaning ichidan yurib, mashinada yurib chiqindi tashlash bu juda yomon odatda. Mana shu ham menimcha katta ehtimol bilan shuni otib yuborsa kerak hozir ko'chaga. Lekin shu meni ham fikrim shu suiiste'mollikka olib kelyapti. Katta rahmat, mana tashlab ketdi. Mana bizning madaniyatimiz. Qoyilmisiz? O'zimizda ham gap katta. U yo'lda endi u nima, o'zini uyimidiki, yo bitta men sigaret tashlasam shu chiqindiga to'lib qolarmidi deb tashlab ketaveradi, lekin tasavvur qiling, minglab odamlar tashlayapti yo'lga, yig'ilib u albatta chiqindi bo'ladi. Chilonzor yo'nalishida aynan mana shu yo'llarda avtomobillarni tartibli harakatlanishi, ya'ni mana kameralar qayd qilmaydigan darajaga yetib kelgandan keyin mana yo'l chiziqlarni bossa ham qani shuni suiiste'mol qilyaptimi yo'qmi? Bitta shunga ham e'tibor qaratib o'tamizda. Aynan chorrahada buni bosib o'tish boshqalarga xalaqit berishi mumkin-da, u avariya ham keltirib chiqaradi ko'p holda. Teskari nega effekt beraveradi? Nima deb o'ylaysiz? Hech kim indamaydi deydimi yoki bo'lmasa o'zini ko'rsatgisi keladimi? Qarangda, mana bizda ikki xil-ku endi anaqa jarima qo'llash tizimi. Kameralar orqali ham jarima qo'llanishi mumkin, aniqlansa yoki YPX xodimi o'zi ko'rsa hamda qaysi biri samaraliroq deb o'ylaysiz? Masalan, Rivojlangan mamlakatlarda o'zimiz ham borib ko'rganimizda deyarli YPX xodimini yo'llarda ko'rmaysiz. Hammasi kamerada o'zi nazoratga oladi. Kamera endi ayovsizda u atayin qildingmi, tanishmisan yoki bilmasdan qildingmi qarab o'tirmaydi. Avtomatlashtirib jarimani yozadi, bo'ldi, tamom. Hozir o'zimizda ham shunaqa-ku, kamerani ko'rsa yoki kamera qayerda borligini yodlab olgan. Kamera bo'lsa sekinlashadi. u tanish bilishlik qila olmaydi, iloji yo'q-da, xullas hammaga bir xil. Mana hozir qarangda, mana shu chorrahaga kelyapmiz, Shuhrat chorrahasi. Aynan mana shu joyda hozir mana shu yo'l chiziqlarini bosib o'tish, tinimsiz suiiste'mol eng ko'p kuzatiladigan joylardan bittasida. Hozir ko'raylikchi, mana kameralar qayd qilmaydigan bo'ldi. Endi qanaqa munosabat bo'lar? Odamlar tartibli turyaptimi yo oshchasiga bormikan buzish? Menimcha hali odamlarni ruhiy tarafdan hali ham kamera qayd etadi degandaqa narsa uncha tarqalmagan shekilli. Bir buni effektini 2-3 oydan keyin yaxshigina bilinsa kerak. Yo, baribir o'zi nima deydi? Bu o'zi yo'l chizig'i, bu devor degani-da aslida. Bu bekordan bekorga qilinmaydi-ku. Endi har yili ma'lumotlar e'lon qilib boriladi bizda yo'l transport hodisalari soni, keyin shu yo'llarda o'layotgan odamlar soni ham ko'p-da. Yildan yilga qaraydigan bo'lsangiz, kamaymayapti-da deyarli. Ortyapti-ki, kamayish yo'q. Lekin kameralar qo'ydiryapmiz, har xil jarimalar, hatto imtihon markazlari qilindi, haydovchilik guvohnomani olishda. Lekin nega bar yo'l transport hodisalari kamaymayapti? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa bizda? Yechim radarda ham emas, o'zimizda deb o'ylayman. Bir-birimizni hurmat qilmaymiz, sabr qilmaymiz. O'ta agressiv darajada. Juda agressiv. Sal bunday chizib qo'ysa ham tushib olib, orqada qancha mashina probka tiqilib qoldi, ishi yo'q, ikkita odam bir-biri bilan chizib qo'ygan narsani bahslashib turadi, kimda aybi deb. Mana ham ochiqchasiga mana ochiqcha liniyani bosib, bu suiiste'molchilikda endi mana shu. Agar mashinalarda kamera bo'lsa, shu ishni qilmaydi lekin. Avtobus yo'lda ham yurmaydi. Lekin foydasi yo'q. Mana yana ochiq ketyapti. Harakat toping, bosavering deydimi? Birinchi yildan bosavering dedi. Men o'sha bir ikkita xorij davlatlarida ko'rdim, mashina qirilgan, turilgan bo'lsa ham, bir-biridan urilib qolsa ham tushib o'zingizga hech narsa qilmadimmi? Hamma joydan mana shunaqa munosabatda. Bizda birinchi navbatda o'zim shunda tushib mashinaga qaradi. O'zing o'lyapsanmi, tirilyapsan farqi yo'q, mashinaga qaraladi. You all right? Yeah. Sorry about that, man. Oh, no problem. Oh, thanks. انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت Voy,
Voy, Voy, vohma hech narsa bo'lmabdi-yu. qirilgani mana qanaqasi hech narsa bo'lmaydi. Artsa ketadi. Artsa ketadi, keyin bilinib qoladimi? Bo'lmasa polirovka bilan kraska qilamiz bu. Kraska? Ha? Qanaqa kraska? Keyin men qanaqa sotaman kraska qilingan mashinani? Hozir to'xtating. Yo, kraska bo'lmaydi aka. Bamper yangisini olib bersam qutulamanmi? Yo'q. Mashinani yangisini olib berasan. Malibuga. Malibuga. Endi bu sabablari haqida ham qiziqqan bo'lsangiz kerak. Men masalan o'ylayman, buni asosiy sababi mashina olish uzoq vaqt qiyin qilib qo'yilganligini oqibatida-da. Odamlar mashinaga yetishni eng buyuk, eng asosiy orzu deb hisoblaydi-da. Aslida bu bitta vosita. Mana endi bizda shu bir vosita ekanligini odamlar tushunib boryapti. Hali ham to'yinyapti-da jamiyat. Hali ham 1-2 yil kerak, 1-3 yil kerak. To'g'ri, ana nazorat bor joyda qoidaga amal qilinadi-da. Kamera tursa albatta ana bir pasda o'zini yig'ishtirib olib, yo'lovchini ham qo'yib yuboradi boshqa. Lekin men o'ylayman-da, mana shu yo'lovchi piyodalar o'tadigan joyni hammasini kameralashtirib tashlash kerakmi deyman-da. Kerakli joyga qo'yish kerak-da. Mana masalan, kerak. ha, 10-15 minutgacha ba'zan turib qolinadi-da, ana yo'lovchini qo'yib yuborishmaydi bor-ku. Shunaqa joylarga atayin qo'yib qo'yish kerakmi deyman. Ham svetofor ham nima ishlaydigan knopkali. Kamera ham qo'yib tashlash kerak-da. Keyin qizig'i qarang, bizda e'tibor qilasiz, mana yo'l yoqasida do'kon qurishga ruxsat berilganda, do'konni ochib tashlaganda tadbirkorlar yoki yana qanaqadir kafe, restoranlar yo'l yoqada prямо. Shunga ruxsat berganda, lekin to'xtashga joy yo'q. Qanday qilib odam bu yerga keladi? Farqi yo'q-a. Kelib to'xtaydi-da, yo'lni to'sib qo'yadi ana mashina. Qarang, mana yo'llarda mana oddiy biz e'tibor qilmaydigan qoidabuzarliklar bo'ladi-yu, masalan, mana remen taqish masalasi yoki telefonda gaplashish. Telefonda ham bir xil ochiqchasi gaplashib, men bu qonun buzarlik, bu mumkin emas deganlar baribir gaplashiladi. Masalan, quloqga tutib gaplashmasa ham mana bunaqa ovozli qilib ham gaplashaverish mumkin. Umumiy mana shularning ichida eng katta, eng xavfliroq qaysi deb hisoblaysiz? Masalan, yo'lda xalaqit beradigani. Yani baribir ham telefonda gaplashish xavfliroqda. Qanaqa gaplashishdan qat'iy nazar. Eng xavflisi telefonda gaplashish hisoblanadi. Chunki telefonda endi har xil emotsional mavzuda gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam qanaqadir savol-javobli, xayolini chalg'itadigan savollar berib gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Endi yo'lga qaraydimi yoki telefondagi odamga e'tibor qaratadimi? Lekin bir kunda 5-6 soatlab yuradigan odamlar bor, ana mashinadan tushmay. Ular nima qiladi? Chekkaga olib to'xtab gaplashsa. To'xtab gaplash kerak deysiz. Kallani bunaqa qo'yib. Taksist bo'ladigan bo'lsa, yonida o'tirgan yo'lovchi ham talab qilish kerak-da buni. Ey, telefon to'xtab gaplashing, gaplashmang yoki deb. Shunaqa. Qarang, shoisman blog yurgizasiz-ku o'zingizdan. Shu qanaqa bir hech odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligini o'zingiz sezganmisiz? Bo'lgan. Foydasi bo'lyaptimi o'sha? Bo'lgan. Aniq misol bilan domlani orasida ozgina joy bo'lib qolsa, aynan o'ziniki qilib oladiganlar bor-ku, mashina qo'yishga, o'ziniki qilib qulf kalitli qilib olib yopib oladiganlar. To'g'risi bir video qilgandim. Domdagilar o'zini Telegram guruhi bor ekan, o'sha tashlabdi-da. Tashlagandan keyin hamma rostdan ham deb hamma keyin yig'ilib majlis qilib, shunaqa o'z boshimchaligi bilan egallab olganlarni hammasini yig'ishtirib tashlashdi. Keyin yozyapti, rahmat, foydasi tegdi. Shu orqali shuni hammani birlashtirib, mana shu masalaga nuqta qo'ydik. Juda qiynalib ketdik. Birinchi kelgan odamniki edi u joy. Keyin kelgan odam qo'ya olmasdi. Bu bo'lmasam u yer o'ziniki emas. Hamma uchun ajratib qo'yilgan. Lekin o'shani xususiy qilib egallab olganlar ko'p edi. O'shani bitta misol daryosi haligacha esimda. Mana Palazali joylar. Yaxshi. Iste'mollik yo'q. Ko'rsatmas. Lekin kameralar ishlab turibdi. Qarang, mana O'zbekistonning yo'llarida eng katta kamchilik nima deb hisoblaysiz? Mana haydovchi, yo'lovchi madaniyati masalasida. Masalan, nomer 1 kamchilik deganda siz nimani ko'rsatasiz? Haydovchilar o'rtasidami? Farqi yo'q, haydovchimi, yo'lovchimi, mana eng katta mana qoidabuzarliklar kelib chiqishiga sabab bo'layotgan eng katta kamchilik nima? Birinchi o'rinda yo'l harakati qoidalaridan ko'ra madaniyatini
yaxshi anglamaslikda, bir-birini tushunmaslikda, bo'lmasam bitta joydamiz hammamiz. 01, 10 nomer bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbek tilida gaplashamiz. Hammamiz bir-birimizni tushunamiz. Lekin ozgina sabr toqat yo'q yoki bo'lmasam qiziq qonimiz qaynab turadimi yo'llarda? Doimo qaynab turadimi? Arzimagan narsaga ham asabiylashamiz. Shu narsa emotsional darajada kimdirlarni qanaqadir bir qoida buzishga majbur qiladi. Yo'l harakatida madaniyati, misol uchun farosat deysiz-ku. Shu ozgina farosatni ishlatsa, to'xta. Sabr qiling, o'tkazib yuboring, to'xta. Shu yerdan shunaqa o'tib ketmang. To'g'ri, aqlliman. G'alasi ochiq turibdi. Lekin bu yoqda faqat o'ngga ketadiganlar bor, borib to'xtab olmang deb fikrlasa bo'ladi. Shunda kimdir asabini buzmaydi, lekin o'shalardan ham yo'q. Mani vaqtim vaqt. Bu hamda inson xarakteri bilan bog'liq narsa deb hisoblayapsiz, to'g'rimi? Endi xarakteri bilan deymizmikan? Umumiy yo'q, madaniyat deb aytyapsiz. Mana masalan, men o'ylayman, bizda istagan odam o'qib haydovchilik guvohnomasini olishga erishishida deb hisoblayman. Men bu noto'g'ri. Chunki hamma ham haydovchilik guvohnomasini olishga munosib emas. Hamma ham haydovchi bo'la olmaydi. Masalan, uni to'g'ri tushunish kerak-da. Ya'ni hamma ham doktor bo'la olmagandek, hamma ham o'qituvchi bo'la olmagandek, hamma ham haydovchi bo'la olmaydi. Buni tan olish kerak. Shu bizda hali ham bo'lsa mana shu haydovchilar tayyorlash sohasida kamchiliklar bor-da. Ya'ni shu 3-4 oy o'qiydi, bir-ikki marta imtihon topshiradi, yiqiladi, yana topshiradi, o'tib ketadi. Nimaga? O'qisin, topshirsin, o'ta olmaydiganlar ham bo'lish kerak. Men o'ylayman, shu hali ham bo'lsa haydovchilikni guvohnomasini olish yengil. Hali ham yengil. Nimaga? Buni yo'lda harakatlanishdan bilib turasiz-da. Bu bir xil paytda men o'ylayman, bular qanday qilib guvohnoma olgan deyman-da. Qanday qilib yo'lda yuribdi bular? Juda ham qo'pol qoidabuzarliklar qilar, lekin ochiqchasiga qiladiganlar bor. Demak, ular haydovchi bo'lishga nomunosibda. Marhamat, ular jamoat transportidan foydalanib yuraversin. Haydovchi bo'lish hammaga ham emas-da. Buni tan olish kerak. O'zini bosib olgan, o'sha haydovchilikka tayyorlashda bizda faqat o'sha imtihon vaqtida ko'pincha anaqaga qaraydi-da. Yo'l belgilariga rioya qilib mashinani haydayaptimi, yo'q, uni psixologik tomoni, uni xarakteri, uni nimalari to'g'ri keladi. Mana shu narsalarga asosiy e'tibor qaratish kerak. Masalan, jahli tez, o'zini bosa olmaydigan, har narsaga ayb-ayb so'kinib ketaveradigan odam ikki dunyo yaqinlashtirish kerak emas. Bunaqalar ko'pda lekin. Yo'q, bizda ko'pda, ular ham guvohnoma olib yo'lda yuribdi. Kerak emas unaqa odamlarni guvohnoma olishi. Shu o'qiyotgan davridayoq o'zini xarakterini shunday ko'rsatdimi? Shunda eshikni ko'rsat, og'ayni, sizdan haydovchi chiqmaydi. Siz velosiped haydang yoki mana marhamat, yoki o'sha jamoat transportidan foydalanib yuravering, lekin siz bu xarakteringiz bilan haydovchi bo'la olmaysiz. Uzr deb turib, shu ko'chani ko'rsatib yuraverish kerak unaqalarga. Normal holat haydovchi bo'la olmaydiganlar ham bo'lishi. Endi hozirgi tizimda mana bir ikkita shogirdlarni, ishchilarni o'qitdik-da o'zimiz yonimizda, yangi tizim bo'yicha. Topshirishda o'sha o'qidi, oxir imtihonlarini ham topshirdi. Juda spokойный bolalar, yaxshi bolalar. Imtihonlarni ham topshirishda, pravani ham oldi. Ko'chaga chiqishni boshlashdi endi. Hayotiy o'zi pravani olgandan keyin qani endi yuramiz endi. Juda qiynalishyapti. Yurish olmayapti. Nimaga yura olmayapsiz? Yo'q, biz o'rganganlarimiz bo'yicha bo'lmayapti hech nima deb. Tushunmayapman. Biza boshqacha o'rgatuvdi bizaga. Bu yoqda bo'lsa umuman boshqacha. Bu yoqdan qisib kelib qoladi deydi. Bu yoqdan orqadan signal chaladi, tez yurgin deydi. O'zi tezlik 50 belgilab qo'ygan deydi. Juda ko'p shunaqa holat. U o'tmoqchi bo'laman, uzoqdan deydi. Bir 10 ta mashina sig'adigan joy bor. 10 поворотникni yoqib o'taman desam, uzoqdan signal chalib margat qilib keladi, qo'ymaydi deydi. Men yo'lim deydi, sekinlashmasdan gazini bosib keladi. Yana battar o'tayotganimni ko'rib gazini bosib yuryapti. Men tushunmay qoldim, juda qiynaldim. Bir moslashguncha ham o'sha imtihonlardan o'tib, o'qirib moslashguncha ham shu sharoitga. Yarim yil vaqti ketdi shu bola. Yo'q, yarim yildan keyin moslashdimi? Yarim yildan keyin o'zi ham narushina qiladigan bo'lib, hammani qisadigan bo'lib. Bardak, ya'ni o'zi ham bardakroq muhitga tushib oldi. Shunday. Bardakroq bo'ldi-da o'zi ham, shundan tushib oldi. Men sekin yursam, qoidaga amal qilsam, meni yer qilib ketishyapti, bosib ketishyapti ustimdan deyapti.
men to'g'risi chidolmadim deydi, men ham bosadigan bo'ldim. Keyin hammasi joyiga tushdi. Ha, qoyil. Keyin o'ylab qoldim, balkim shu tarbiyali emas bu yoqda, lekin bu yoqda hali ham eski muhitda hali kuzatib turaman sahifalarni. Hali ham 10-15 yil haydasa ham yo'l belgilarini bilmaydiganlar bor ekanda. Ko'rib hayron qolaman, o'zim ham hayron qolaman. Hali ham bor ekanda shunaqalar. Eng ko'p uchraydigan yo'l belgilarini hatto bilmaydiganlar bor. Haqiqatan juda ko'p. Nima degani bu? Yo'l belgisi asosiy yo'lda, mana asosiy yo'l deganda. Mashina bu yerga qo'yilmasligi kerak degan bo'lsa kerak. Belgilarga uncha qaramayman-da. Qaramasa o'tasizmi? Yangi taksiman. Hozir-ku sal qat'iylashib qoldi, ana haydovchilik guvohnomasini ochish. Bir vaqtlar juda ham yengil bo'lgan, ochig'i. Bormasdan turib pulga olganlar ham bo'lgan, bu fakt, buni ko'z yumib bo'lmaydi. Menimcha bugun yetarli darajada siz bilan muhokama qildik masalalarni. Shoyislam, sizga ham katta rahmat. Sizga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Mashinangizda maza qilib salqinda o'tirdik. Lekin baribir bugungi gaplashgan mavzular bir kunda yechim topmaydi. Asosiysi baribir haydovchi, yo'lovchi madaniyatida qolyapti. Masala shuning uchun nasib qilsa siz bilan yana ko'rishamiz, gaplashamiz. Bu masalalar bir kunda baribir yechilib qolmaydi. Doimiy odamlarga ozgina yetkazib borsa albatta natija bo'ladi, menimcha. Sizga ham katta rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun sog' bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Chiroyli odamlarga ibrat bo'ladigan multfilmlar yaratishda charchamang. Omadingiz bersin. Yaxshilikda ko'rishaylik. Katta rahmat Shoyislom, salomat bo'ling.